misol uchun Real futbolchilari shunga tayyorgarlik ko'rish kerak emasmi? Hali Barselona Negreiraga pul berganda o'zi aslida yo, shuni nazarda tutgan. Haligacha shu aytiladi. Bizga nisbatan juda ko'p noto'g'ri hakamchilik qilishyapti. Biz hakamlarni o'rganmasak bo'lmaydi deb turib qilingan o'zi. Hozir endi boshqacha talqin Hakamlar bilan ishlashni ham kiritish tayyorgarlik rejasiga. Hakamni bilib turib qilyapti-da. Kecha to'g'ri, men bu fikr to'g'ri. Yana qo'shimcha qilaman. O'sha Carreras to'pni o'yinga kiritishdan oldin 2 marta xuddi shunaqa Realni qaytardi. To'xtatib, Realni boshqa joydan o'yinga kiritdi. O'sha Alonso sariq olgan vaziyat undan 5 daqiqa ham oldin bo'lgan. U endi Real potensial bir hujumini to'xtatib qo'ygan bo'lsa, noto'g'ri, unda his qilish kerak. Hali ikkalamiz sharhlagan edik-ku, Eldor to'xtatgan. Birga bir chiqib ketsa, o'shanda yutardi deb o'ylaymiz-da. Rossiyalik hakam edi. Bunda hakamni xatolari bor, hali inson faktori bilan, lekin men Real futbolchilarini umuman oqlolmayman. Ya'ni hech kim oqlamaydi. Yo'q. Bu boshida aytdi, Real o'zi. Kecha yaxshi bo'lgani, misol uchun Real TV bor, boshqa bor, juda ko'p futbolchilarga hali o't qalab turishadi-da. Va bu yillar davomida shakllanib kelib turibdi-da. Mana xuddi shu epizodda Realda ashaddiy raqibi bo'lgan Barselona hech narsa qilmaydi. Ya'ni oldingi o'yinda nimadir bo'ldi. Shunda bitta futbolchi e'tiroz bildirdi, boshqasi aralashmayapti misol. Nimaga deyilsa, Xavini davrida bo'lardi. Xavida bo'lardi. Chunki Xavi shuni yo'lni to'smagan edi. Lekin Flick kelgandan keyin qat'iy Flick yaqinda yig'ladi-yu. Shu yig'lashini izoh chiqdi agar eshitgan bo'lsanglar. O'shanda u ikkita murabbiylar shtabidagi odam qizil olganiga xafa bo'lgan ekan. Ya'ni men futbolchilarga tinimsiz hakam bilan tortishmalarni, hakam bilan olishmalarni deymanda, o'zimning shtabimdagilar shu ishni qilgan deb turib, buni Rafini bilgan ekan. Rafini shundan kelib chiqib borib gapirgan ekan. Biz yaxshi o'ynaymiz, yopamiz degandek qilibdi. Ya'ni tartib, intizom degan narsa hali Xabi Alonso tomonidan butunlay hali yuritilmagan deb o'ylayman. Realda hali ham o'sha bor futbolchilardagi mentalitet va bu kecha mana misol stop kadri ko'rdinglarmi? Rodrigoning yuzi dahshatda, qizil berish kerak o'tdi. Rodrigo kelib turib qildi-ku. Hakam o'sha joy endi to'g'ri, buni sabablari bor. Ikkinchi qizildagi vaziyat. Rodrigoga sariq berdi, baqirdi, yuzun kadrini ko'rsatyapti. 30 ta o'yinda gol urmagan bola shunaqa bo'lib qoladimi deb yozishdi-da. Ya'ni oqibatini o'ylamasdan hamma kelib qivurishi bor-ku, bu yomon. Kecha signal bo'ldi, yaxshi bo'ldi. Real kelajagi uchun yaxshi bo'ldiki, bu narsa ustida ishlab olishlari kerak. Dunyoda biror bir jamoa bunchalik bitta epizodda hamma boravermaydi-da. El Clasico mayli, ular azaliy dushman desak, bir-biriga yozishmalarining natijasida bo'ldi. Lekin kecha men Real o'yinchilariga hayron bo'lib turibman-da. O, beradi, farqi yo'q. Hakam turibdi. Kimdir o'zini bor, yaxshi Kurtuva bor. Kelib turib Kurtuva ajratib yurdi. Keyin shtabdan kimdir yugurib chiqib turib futbolchini oldi. Qarasa, hakam o'sha kursni ushlab olgan, o'sha darajada sarig'ini bermoqchi. Yana sariq berardi, yana kesadi. Men ham aytdim, hali bo'l qo'lingni tushirma, hozir hammasi oldin keladi. Bu joyda oqibatni o'ylamasdan shunaqa boraverish, bilmadim, hatto Carrerasga ham oqibatni o'ylamasdan qilish deb o'ylayman-da. O'sha ikkinchi qizildan keyin bo'ldi, Real taqdirga tan berib, yog'iga hali faqat agressiya bo'ldi Real tomonidan. O'zini yig'ib ola olmadi. Mana shu narsadagi tarbiya uchun ham kechagi voqea Realga yaxshi bo'ldi deb. U mana u oldin o'zi boshqa platformada ham studiyada gaplashganda aytgandi, Xavining Barselonadagi eng asosiy muammosi bo'lgani, u aynan mana shu jamoani psixologik jihatdan xotirjam boshqarmagani. O'zi birinchi o'zi emotsiyaga berilib ketardi. Hakam bilan tortishib, bir narsalar qilib, futbolchiligida unchalik bo'lmagan. O'sha narsa, yo'q, futbolchiligida ham bor edi. Yo'q, unchalik emas. Murabbiyligida juda g'alati bo'lib ketdi. O'sha murabbiyligida ko'proq qizil oldi-yu. Flick kelgandan keyin o'shanda ham ko'p aytardimki, mana ishonchli, xotirjam, tajribali inson keldi. Talantlar bor, tarkib zo'r. Mana shu Flick Barsani olib chiqib ketadi muammodan. Chunki Xavida tajriba zo'r, maydonni ko'ra olish hamma zo'r, talantlarni his qildi, kashf qildi. Lekin boshqaruvchanlikda emotsiyaga berilib ketdi-da. Va u boshlab, bu yerda Alonso boshlamayapti, lekin
futbolchilarning emotsiyasini maydonda nazorat qilish Alonsoning vazifasi. Buga qo'shilaman, rostdan ham Alonso ko'rsatma aynan shu hakam bilan bunaqa emas, umumiy hamma o'yinda. Keyin Chunki mana jamoa ichida ham, bizda terma jamoada ham o'yinlardan oldin bo'lardi. Ba'zida shunaqa suhbat bo'lardiki, bolalar hakamga umuman yaqinlashmaymiz, gapirmaymiz, e'tibor qilmaymiz. Nima решение bo'lsa ham indamay qabul qilamiz, o'ynaymiz degan ko'rsatmalar bo'lardi. Ya'ni men shundan xulosa qilamanki, demak hamma jamoada bo'lsa kerak bunaqa mavzu. Ayniqsa juda keskin o'yinlar bo'ladi, jang bo'ladigan, aniq boshidan ma'lum jang biz uchun natija suv va havodek zarur, xato qilishimiz mumkin emas bo'lgan o'yinlarda albatta shtabda bosh murabbiy bo'ladimi, kim bo'lsa ham kirib etardi hakamlar bilan ortiqcha anaqaga kirishmanglar degan mavzu masala bo'ladi. bo'ladi. Keyin o'zi rostdan ham hakamlar bilan urush holatidagi jamoa haqida gap ketyapti-da. Endi hamma professional, bular futbol o'yinida ular hakamlik qiladi, lekin Real Madridda har kuni bang'illatadi, boshqa qiladi. Endi har kuni bo'lmasa ham har holda Hakam yana bitta xatoga yo'l qo'ydi. O'sha ham sabab bo'ldi deb o'ylayman. Hali boshlanishi o'yin to'xtatib qo'ygani ham bo'lishi mumkin. Yana sariq berdi Bellingemga. O'zi Bellingemga nisbatan ishlatilgan qo'pollikka sariq berish kerak edi. Keyin takrorni ko'rsatishdi. O'sha joyda qoshi yorildi. Qoshi yorilib ketdi-da va u chiqib tuzatib bo'lgandan keyin hech kimdan so'ramasdan tushganiga sariq berdi. Endi hali undan oldingi sariq futbolchida qolib ketadi-ku. Miyasi hali ham Bellingem bosiqroq. Bellingem u bu deyishsa ham kerak paytda o'zini emotsiyasini yig'ishtirib oladi, ko'p ko'rdik-ku. Lekin atrofdagilar birdaniga haliga chiqib ketishadi-da. Ayniqsa Vinicius chaqirib olishdi-ku. Vinicius Sen Alonso buyoqda yur deb iltimos. Alonso lekin o'zi odatda hakamlarga gapirish kerak emas bosh murabbiy, buni ham qanaqadir jazosi bo'lishi mumkin. Alonso gapirdi lekin hakamlikni gapirdi. O'sha joyda ham Bellingham so'ramasdan tushganini qoida bo'yicha sariq berish kerak-da. U yerda e'tiroz yo'q. U yerda aynan o'sha folga e'tiroz O'sha bo'ldi. jahli chiqib qonab yuribdi. Qoshini yorgan Qoshini joyda. yorganiga haqiqatan tirsak bilan o'ynagan. Uni takror hakam sifatida shu joyda xato qilganda ko'ra olmay qolgan. Uni VAR aralasha olmaydi u joyga sariqqa. Shuning uchun san xatoying-ku bu degan narsa ong ostida yuraveradi-da. qosh qovog'iga qarab o'tirmadi. Qizilni berib tashladi. Mana kelajagiga qisqacha to'xtalsak, himoyachisiz qolyapti Real. Masala shunda. Masala endi to'g'ri Chempionlar Ligasida-ku bu ta'sir qilmaydi, lekin ya'ni o'zi yo'qotishlar bor. Asensio bilan Rudiger o'rtaga qo'yadi. Kamavinga agar tirilib chiqib qolsa chapda o'ynaydi, o'ngda Valverde o'ynaydi. Bor variantlar bular. Yoki Chouameni tortadi. Ha, to'g'ri. Qanotga bittasini Rudigerga qo'yib. Balki bu foydaliroq ham bo'lar kechagina. Ular ham tuzalib qolsa kerak. Endi bir ikkita o'yin qiynaladi Real. Alavesga qarshi ekan, Alaves ham mehmonda lekin. Mana Farqi yo'q bo'lib qoldi o'zi. O'yinda deyildi, uy o'yinda. Farqi yo'q bo'lib qoldi. Alaves qiziq tomoni Barselona bilan ham juda muammoli paytda, Barsani muammoli paytida o'ynagandi. O'zi zo'r taymingga tushib qoldi. Mana shunaqa Real og'ir davrni boshdan kechirmoqda desa ham bo'ladi. Endi kechagi uchrashuvni o'zi alohida, masalan, avval hammasi joyida bo'lib turib, kechagi o'yin o'tganda ham baribir kechagi endi alohida, chunki qizillar. Husanov fosil. Husanov boshidayoq qolish kerak edi. O'zi rostdan ham Hammasi solsa ham bo'ladi, hatto borku. Monterrey bilan xayrlashib-yu. Hozir yopadi-da qaysidir teshikni. Husanov Ramos kirib o'zini qoidasini o'rnatishni boshlaydi. Yo'q, hozir unaqa bo'lmasa kerak. Juda ko'p joylarni ko'rib keldi. yopadi rostdan ham.